Farg'onada dahshatli qotil qo'lga olindi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Bunday qotillarga jiddiy jazo ko'rilishini istovchilar video ostiga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Farg'ona viloyatida erkak 2 yosh bolasi va xotinini o'ldirdi. Bu haqda Qalampir.uz so'roviga asosan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinov ma'lum qildi. Qotillik kecha 29-noyabr kuni Quva tumanida sodir bo'lgan. 34 yoshli ota 31 yoshli turmush o'rtog'i, shuningdek 5 yoshli qizi va 1 yashar o'g'lini qasddan o'ldirgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi ochildi. Gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlandi. Tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi ma'lumotda.